Mahallalar faoliyatini yanada samarali tashkil etish, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, uning nuroniylar ishlari bo'yicha maslahatchisi hamda mahalla yettiligi, keksalar maslahati guruhining hamkorlikdagi faoliyatini tizimli tashkil etish bo'yicha viloyatimizda ham ishlar olib borilmoqda. Sirdaryo viloyatida mahallalar faoliyatini yanada samarali tashkil etish borasida tizimli yondashuv shakllanib bormoqda. Ayniqsa, mahalla fuqarolar yig'ini raisi, uning nuroniylar ishlari bo'yicha maslahatchisi, mahalla yettiligi hamda keksalar maslahati guruhining o'zaro hamkorligi yangi bosqichga ko'tarilgani e'tiborga molik. Bugungi kunda viloyatda 221 ta mahalla faoliyat yuritmoqda. Ulardan 665 nafar faol nuroniy jamoatchilik asosida xizmat qilib kelmoqda. Bu raqam shunchaki statistika emas. Bu ortida katta hayotiy tajriba, o'tgan umr sabog'i va yoshlarga yo'l ko'rsatish mas'uliyati turibdi. Muhtaram prezidentimiz shu bu yilni bekorga mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuklantirish deb nomlamadilar. Muhtaram prezidentimizning eng oliy maqsadi mahallani obod qilish, tinchlikni saqlash, mahalladagi xalqimizning rozichiligini olish bugungi asosiy masala. Viloyatimizdagi 221 ta mahallada har bir ko'chaga faol nuroniylardan, faol buvijonlar, onaxonlardan ko'cha boshi berkitdik. Mana shu olib borayotgan ishlar natijasida bugungi kunda mahallalarimizdagi jinoyatchilik kamayyapti. Oilaviy ajrimlar kamayyapti. Yo'lga qo'yilgan amaliyotga ko'ra har bir nuroniyga ma'lum bir ko'cha biriktirilgan. U o'z hududidagi xonadonlar bilan doimiy muloqotda bo'lib, aholining turmush tarzi, muammolari va kayfiyatidan xabardor bo'ladi. Eng muhimi, nuroniylar faqatgina nazoratchi emas, ular maslahatchi, tarbiyachi va ma'naviy ustoz sifatida faoliyat olib bormoqda. Hayot ko'rgan insonning bir og'iz pand nasihati ba'zan katta muammoning oldini olishi mumkin. Sirdaryo va Sayxunobod tumanlarida mazkur tizimli ishlar tajribasi alohida e'tiborga sazovor. Bu yerlarda nuroniylar mahalla yettiligi a'zolari bilan birgalikda profilaktik suhbatlar o'tkazib, oilalardagi ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish, yoshlar tarbiyasi, oilaviy kelishmovchiliklarni bartaraf etish kabi masalalarda faol ishtirok etmoqda. Ayniqsa, yoshlar bilan ishlashda katta avlod vakillarining ishtiroki samaradorlikni oshirayotgani kuzatilmoqda. Sirdaryo tumanidagi Oqibat mahallasida yashayman. Menga O'zbekiston ko'chasi biriktirilgan 34 ta xonadon yashaydi. Mana bugun biz mana shu ishlarni boshladik. Mahallamizda obodonlashtirish ishlarini boshlab, daraxt ekish oyligini boshladik. Mutaxassislar fikricha, mahalladagi barqarorlik bu eng avvalo avlodlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka bog'liq. Shu ma'noda nuroniylar faoliyatini tizimli tashkil etish nafaqat ijtimoiy muammolarni hal etish, balki ma'naviy muhitni mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda.